Kelishimdan oldin bu faqatgina tabiat, dengiz va toza havo bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ammo Islandiya tarixini chuqurroq o'rganganim sari uning siyosiy va iqtisodiy ahamiyati ham katta ekanligini tushunib yeta boshladim. O'ylaymanki, biror bir davlatga sayohat qilganingizda uning faqatgina bitta tomonini emas, boshqa qirralarini ham kashf qilishingiz mumkin. Islandiya bilan menda shunday bo'ldi. Bugun birinchi kun asosan Reykjavik shahrining chiroyli joylarini va undagi asosiy obidalarni ko'zdan kechiryapmiz. Lekin bu davlat menda juda ham iliq ta'sirot qoldirishga muvaffaq bo'ldi. Allaqachon yana yuragimdan joy oldi desa ham bo'ladi. Atlantika okeani oldida turib sizlarga mana shu gapni aytayotganimdan juda ham xursandman. Islandiya vulqonlar, favvoralar, geyzerlar, sharsharalar, turli tuman tabiat mo'jizalari va shu bilan birgalikda Islandiya boy tarixiy, siyosiy ahamiyatga ega bo'lgan davlat. Iqtisodiy kuchli, stabil. Ko'pchilik davlatlar tomonidan, xalqaro tashkilotlar tomonidan yaxshi investitsion hudud hisoblanadi. Shu paytgacha Islandiya faqatgina baliqchilik va boshqa sohalarda yetakchi bo'lgan bo'lsa, endilikda turizmni ham o'z qo'liga olyapti. G'arb turistlari, sharq turistlari bu yerga oqib kelyapti. Juda ham katta miqdordagi turistlar oqimini mana ko'rib turganingizdek Reykjavik bemalol uddalayapti. Hali qilinadigan ishlari ko'p, muammolari bor, muvaffaqiyatli tomonlari bor. Lekin Islandiyadan o'rganishimiz kerak bo'lgan narsalarimiz ham juda. Islandiya kichkinagina davlat bo'lishiga qaramasdan dunyoga o'z so'zini ayta olgan va hozirda ham aytayapti. Islandiya misolida turizm qanchalik jozibador bo'lmasin, baribir o'z identifikatsiyangizni, o'zingizning o'ziga xosligingizni, millatning tili, madaniyati, qadriyatlarini turizm uchun yo'qotmaslik kerakligini ko'rsatgan. Islandiya dunyoga ochilyapti, lekin shu bilan birgalikda barcha joylarda island tili va madaniyatini saqlab qolishga bo'lgan urinishni ko'rsatdi. Islandiyada juda ham ko'plab turistlar bor, lekin o'zining xalqi ham bu turistlardan kam yashayotgani yo'q. Islandiya boy resurslarga ega, lekin bulardan oqilona foydalanadi. Islandiya zamonaviylashyapti, ammo eng qadimiy qadriyatlarini ham unutgan davlat emas. Islandiyaning bir tomoni ikkinchi tomonini yopib ketmaydi. Islandiya har tomonlama balansni ushlagan holda rivojlanish yo'lidan bormoqda. Bu boshqa turistik maskanlar singari juda ham bum qilib rivojlanmayotgan bo'lishi mumkin yoki ko'pchilikning e'tiborida bu shunchaki olisdagi bitta skandinav davlat deb hisoblash. Ammo bu yerdagi sharoit, turmush tarzi, aholining hayot tarzini ko'rganingizda bu unchalik ham yomon emasligini tushunasiz. Bundan 2 yil oldin Island yozuvchisi Erik Bjarnarsonning Islandiya qanday qilib dunyoni o'zgartirdi degan kitobini o'qib chiqqan. Bu kitobda Islandiya tarixiga, undagi muhim voqealariga sharh berib o'tilgan. Kitob menda juda ham katta ta'sirot qoldirgan. Bundan tashqari mening sevimli YouTube blogerlarim, Tushkin va boshqa blogerlar ham Islandiyaga tashrif buyurib, bu yer haqida ajoyib rolik qilishgan. Va bu yerga kelishimdan asosiy maqsad ham mana shu 2 yil oldin o'qigan kitobdagi joylarni o'z ko'zim bilan ko'rish. Islandiya menda doimo qandaydir bir qiziqish uyg'otib kelgan davlat. Qanday qilib haqiqatda kichkina davlat dunyoni o'zgartiradigan voqealarga sababchi bo'ldi. Bu boshlanishining o'ziyoq intrigalarni keltirib chiqaradigan debocha. Qizig'i 2 yil oldin bu kitobni o'qiyotganimda, 2 yildan so'ng mana shu yerga o'zim qadam bosaman deb hech qachon o'ylamaganman. Orzu qilganman, lekin bugun nasib qiladi deb o'ylamagandim. Allohga shukr, mana shu yerlarga ham yetib keldik. Juda ham baxtiyorman. Islandiya meni xotiramda butun umrga qoladigan, ruhlanib qoladigan ajoyib hissiyotlar berdi. Shuning uchun do'stlar, doim aytaman, orzu qilishdan to'xtamang. Har doim katta orzular, niyatlarni tilang va yaratgan ularni ijobatini albatta qiladi.
orzu qilishdan cho'chimang va orzuga harakat qilishdan hech qachon to'xtamang. Bu dunyoda siz erisha olmaydigan hech qanday muammo yoki cho'qqi mavjud emas. Siz barchasiga qodirsiz, bunga ishoning va albatta g'alaba, muvaffaqiyat ortingizdan ergashib keladi. Ko'rishguncha do'stlar, sog', omon bo'ling.